Bir savol bor. Ommaviy axborot vositalarida jinoyat haqida xabar berilsa, qonun bo'yicha nima bo'lishi kerak? Ushbu savolga javob Jinoyat protsessual kodeksining 322-moddasida aniq javob bor. Ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan xabar jinoyat ishini qo'zg'atish uchun asos hisoblanishi yozilgan. Endi meni holatimga qarasangiz, esingizda bo'lsa 3 oy oldin men G'ijdon Agrobanki orqali berilayotgan kreditlar bo'yicha surishtiruv e'lon qildim. Ayrim kreditlar mazkur mahallada yashamaydigan fuqarolar nomiga rasmiylashtirilgan. Buni mahalla raislari yozma dalolatnomalar bilan tasdiqladi. 228-moddasi hujjatlarni soxtalashtirish. Siz noqonuniy to'g'ri so'rayapman? Hayır, ular bermaydi. Kim, siz xo'jayingizmi? Mahalla raisini aytganini qilasizmi? Hayır, ben banka qalamanmi? Siz davlatnoma bering, bu sizga tegishli narsa emas-ku. 209-moddasi mansab soxtakorligi. Bu davlatnoma nima mazmunda tuzildi? Bizning Muxtor Mehbeyimizda yashamasligi uchun tuzildi. Haqiqatan ham yashamaydi, to'g'rimi? Yashamaydi. 205-moddasi mansab vakolatini suiiste'mol qilish va oldindan biriktirib sodir etilgan harakatlar alomatlarini ko'rsatmoqda. Agar muhur raisdan yashirin qo'yilgan bo'lsa, bank bu holatlarni qanday qilib payqamagan yoki payqab turib ko'z yumgan? O'sha surishtiruvda mahalla bankirlarining qalbakilashtirilgan hujjatlarini ochib bergan edim. Ular mutlaqo boshqa joyda yashaydigan fuqaroni shu yerda yashaydi deb kredit ajratish haqida tavsiyanomalar bergan va shu qalbaki tavsiyanomaga asosan kreditlar berilavergan, rasmiylashtirilavergan. Lekin men o'sha mahallaga borganimda mahalla raisi rasmiy dalolatnoma bilan bu fuqaro bu yerda yashamaydi deb tasdiqlab bergan. Bu davlatnoma nima mazmunda tuzildi? Bu yashamasligi. Bu fuqaro Bu yerda yashamasligi. Bizning Muxtor Mehbeyimizda yashamasligi uchun tuzildi. Yashamasligi haqida tuzildi, to'g'rimi? Shunday. Bo'ldi, pechat qo'yib bering. Haqiqatan ham yashamaydi, to'g'rimi? Yashamaydi. Bu bitta emas, ikki xil holat, ikki xil mahalla va ikkala joyda ham fuqaro aslida u yerda yashamaydi. Shaxsi ochiqlanishini istamagan mahalla xodimlariga ko'ra bunaqa holatlar kam emas. Endi eng muhim savol, mahalla bankiri tavsiyanoma bersa, shu bilan kredit ajratiladimi? Yo'q. Qonun tartibida maqsadli kreditlar berishda har bir bankka aniq mahallalar biriktiriladi. Kredit ajratishda fuqaroning haqiqiy yashash joyi tekshirilishi shart. Tavsiyanoma bu faqatgina bir hujjat xolos. U hujjat berilgandan keyin u fuqaro bu kreditga loyiqmi, asosli, maqsadli ishlatiladimi, yo'qmi, bu albatta tekshiriladi. Demak, agar noto'g'ri tavsiyanoma asos qilib olingan bo'lsa, bu yerda faqat bitta odam emas, balki butun jarayon savol ostida. Endi savol, agar fuqaro u yerda yashamasa, nega unga o'sha mahalla nomidan tavsiyanoma berilgan? Bu xatomi yoki ataylab qilingan ishmi? Agar bu asosda kredit ajratilgan bo'lsa, bu mablag'lar kimlarga ketdi? Bular maqsadli ishlatildimi, yo'qmi? Men bu holatni ommaga chiqardim. Prokuratura o'rganamiz dedi. Bank tekshiruv o'tkazib chora ko'ramiz dedi. Bu va'da berilganiga 3 oy bo'ldi. Natija qayerda? Jinoyat ishi qo'zg'atildimi? Tekshiruv yakuni e'lon qilindimi, yo'qmi? Kim javob beradi? Shaxsan men rasmiy munosabat ko'rmadim yoki bu ish yopib yuborildimi? Agar qonun ishlasa, natija bo'lishi kerak. Agar natija yo'q bo'lsa, demak savol bor. Qonun ishlamayaptimi? Yoki kimnidir himoya qilishyaptimi? Chunki bu oddiy bitta holat emas. Bu tizim qanday ishlayotganining ko'rsatkichi. Agar soxta ma'lumotlar bilan kredit ajratilayotgan bo'lsa, bu har bir fuqaroning haqqiga ta'sir qiladi. Shuning uchun men bu yerda to'xtamayman. Qonun ishlashi kerak. Aks holda jimlikning o'zi ham javob bo'lib qoladi.